Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun men Sardor Ergashev Mega kimyo 2022-yil yechimlarini davom ettiramiz. Birinchi mavzudan 11-dan 14gacha bo'lgan masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, 11-masalamiz 51 gram ammiakdagi modda miqdorini aniqlang degan. Ammiak molyar massasi 17 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 51 gramni 17 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 51 ni 17 ga bo'lsak, 3 mol kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javobimiz C javob bo'ladi 11-savolda. 12-savol. 32 gram oltin gurt 6 oksiddagi modda miqdorini aniqlang degan. Oltin gurt 6 oksid formulasi SO3 molyar massasi 80 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 32 gramni 80 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi har doimgidek. 32 ni 80 ga bo'lsak, 0.4 mol kelib chiqadi. Demak, 12-savolimizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi. 13-savol. 14 gram kalsiy oksiddagi modda miqdorini aniqlang. Kalsiy oksid molyar massasi 56 gram. Modda miqdorini topsak, 14 gramni 56 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 14 ni 56 ga nisbati 1 ga 4 nisbat, ya'ni 1 taqsim 4 mol kelib chiqadi. Demak, 13-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 14-savolimiz kelsak, 20.4 gram alyuminiy oksiddagi modda miqdorini aniqlang degan. Alyuminiy oksid formulasi keltirilgan. Buning molyar massasi 102 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 20.4 gramni 102 gram taqsim molga bo'lamiz. Gramlar qisqarib ketadi. 20.4 ni 102 ga bo'lsak, 0.2 mol kelib chiqadi. Demak, 14-savolimizning to'g'ri javobi B javob bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.